qo'shnim nima deydi, mahalla ko'y nima deydi, qudan oldin nima degan odam bo'laman. Katta duh kerak birinchi o'rinda. Boshlovchilik qilishim uchun yo'lkiramga pul bersa bo'ldi, men kelib ketsam bo'ldi. Lutchi men chiqsam bo'ldi. Musofirlik ko'p narsalar o'rgatadi. Ota-onam Marg'ilonlik, o'zim ham Marg'ilonlikman. Qaysi sohada ayol kishi bilan ishlash qiyin. Men sizni umumiy juda uzoqdan olib keldingiz. Tog'da atrofdan olib keldingiz. Men sizni tushundim. Lekin men to'g'risi Jamshid xafa bo'lmang, bu mavzuga chuqur kirishni xohlamayman. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugungi mehmonimiz Farg'ona shahridagi, nafaqat Farg'ona shahar, balki vodiydagi premium tadbirlar, premium to'ylar, premium marosimlarda o'tkazadigan suxandon, professional suxandon Hoji Akbar aka Jabborov tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Jamshid. Endi siz ko'proq shu rasmiy tadbirlarda boshlovchilik qilishga o'rgangansiz. Endi siz bilan oddiy Hoji Akbar akadan gaplashamiz. Oddiy Hoji Akbar aka. Xo'p, tilimizni sal keltishtirish uchun oddiy savol, nimaga aynan shu boshlovchilik yo'nalishi? Har bitta odamga yoshligidan o'zi Alloh yuragiga qanaqadir mehr muhabbat beradi. Kimdir texnikaga qiziqadi, kimdir odamlarni davolashga qiziqadi, kimdir ota-onasining kasbiga qiziqadi. Men yoshligimdan o'zi bayramlarda, tadbirlarda faol bo'lganman, juda aktiv bo'lganman. Ko'pchilikda diqqat markazida bo'lishni qanaqadir yaxshi ko'rardim. Mana shu qobiliyat, e'tibor markazida bo'lishni, shu qobiliyatdan kelib chiqib, shu istak xohishdan kelib chiqib, boshlovchilikka bo'lgan mehr uyg'ongan. Qo'noqlar zukkolarda boshlangan faoliyatim juda yumor rollarni o'ynashni yaxshi ko'rardim. Keyin jamoada boshlovchilik rolini o'ynab, o'zimni tasavvur qilmagandim. Keyinchalik bu meni o'zimni professional kasbimga aylanadi. Allohga shukr, ko'p yaxshi kunlar, yaxshi vaqtlar, faqatgina yaxshiliklar olib keldi kasbimiz. Xudoga shukr qilamiz. Xo'p, endi masalan qarang, bizda bilasiz, topgan tutganing to'ylarga buyursin deb hali duolar qilishadi. Hech qachon haligi topgan tutganing haligi yaxshi o'qishlarga kirishsin deb turaligi duolar bo'lmaydi boshmanda. Endi kamdan-kam bo'ladi bunaqasi ham, endi kamdan-kam. O'zi aslini olganda mana shunaqa, endi siz yo'nalishingizda kelib chiqib savol beryapman. Shu ortiqcha isrofgarchilik to'ylarida biroz bo'lsa ham haligi ichingiz anaqa bo'lgan paytlar ham bo'ladimi? Qanaqadir to'g'ri sizni kasbingiz, lekin haligi o'zingiz qanaqa to'y tarafdorisiz? Haligi ixchamgidami yoki shunaqa dabdabalimi? To'g'ri. Bizda shunaqa mentalitet bor, Jamshid. Men o'zim ham uylanganman 2022-yili oktyabr oyida uylanganman. Xuddi o'zim ham siz aytgandaqa imkon qadar dabdabali to'y qilishga, imkon qadar katta to'y qilishga harakat qilganman. Sababi mehmonlarim keladi, nozik odamlar keladi deb. Bizda odamlar shunaqaki, o'zini imkoniyatidan, darajasidan ko'proq oilaviy marosim, bayram harakat qilishadi. Chunki bizda mentalitet odamlar nima deydi degan tushuncha juda kuchli bizda Jamshid. O'sha nuqtai nazardan falonchi nima deydi, pistonchi nima deydi. Lekin o'zim dabdabali to'y qilishga, juda ham katta xarjli to'y qilishga qarshiman. Men ko'p xorijiy davlatlarda bo'laman. Xorijiy davlatlarda bo'lganimda to'ylarga qiziqdim. Masalan, yaqinda Puketda bo'ldim, 2 marta Birlashgan Arab Amirliklarida bo'ldim, Yevropada bo'ldim. Xorijliklarning to'ylariga qiziqdim. Shu 30 ta 40 ta yaqinlarni chaqirar ekan, bitta DJ chaqirar ekan, dengizni bo'yida chiroyligina banket qilib o'tkazib yuborar ekan. Uni katta pul sarflab to'y qilishmas ekan, lekin modomiki ularning moliyaviy vaziyati bizdagi odamlarga nisbatan ancha balandroq. Ular ham bizga o'xshagan katta restoranlarni olib, katta artistlar olib kelsa bo'ladi, lekin ularda bari to'yga bo'lgan munosabat boshqacha. Bizda odamlar nima deydi, qo'shnim nima deydi, mahalla ko'y nima deydi, qudan oldin nima degan odam bo'laman deb turib dabdabali to'y bo'lib ketadi, lekin Xudoga shukr oxirgi paytlar birozgina tortilyapti, to'ylarimizda xarajatlar tortilyapti, odamlar aqlini tanishni boshlayapti, ozgina to'ydan orttirib, kelin-kuyovni to'ydan keyin chet elga jo'natishyapti. Ozgina to'ydan orttirib, uyga sharoit qilyapti. Shunaqa madaniyat kirib keladi. Shunaqa sekin shakllanyapti va shakllanishi ham kerak. Juda achinarli narsa Jamshid, men ozgina ko'p fikr bildirib olgan bo'lishim mumkin. To'ydan chiqib
qarz uzgan odamlar xorijga ketib qolyapti. Bu achinarli holat. O'shaning uchun odam imkoniyat darajasida chiroyli to'y qilib, to'ydan keyin ham hayot bor. Undan keyin ham yashash kerak. Shunga imkon qadar odam o'zini darajasidan kelib chiqib nima qilish kerak? Odamlar nima deydi degan gap tushuncha faqat jarlikka olib ketadi. Men fikrim o'zimning. O'tadi, 3 soatda o'tib ketib qoladi. Men aytaman-da. Odamlar 10 ming, 20 ming sarflab yoradi. Nima qilishadi? 2,5 soatda tugaydi-da haligi to'y. Agar birorta opoq oxirida chiqib duo qilaman desa 2 soatga ham bormaydi haligi to'y. To'g'ri. Hoji Akbar aka, endi mana masalan biz yo'nalishimiz, bizning podkastimiz yo'nalishi biznes, asosan tadbirkorlar, asosan o'sha biznes vakillari bilan suhbat olib boramiz. O'shaning uchun biznes bo'lganligi uchun endi bu boshlovchilik ham, suxandonlik ham bu ham bitta biznes. Xo'p. Mani fikrim bo'yicha bu suxandonlik biznesi, suxandonlik yo'nalishi qanaqa o'zi mevasini qachon berishni boshlaydi? Masalan bilasiz, ba'zi bir bizneslarda startap boshlayotgan paytida 5 yillab, 3-4 yillab kerak bo'lsa zarariga ishlaydi. O'sha keraklik mijozlarini yig'ib olgungacha. Shuning uchun deylik, mana shunaqa suxandon bo'lish uchun professional jurnalist bo'lish kerakmi, o'qish kerakmi va shu liniyani aytib bersangiz, dastlab nima qilish kerak va qachon shu mevasini berishni boshlaydi bu suxandonlik yo'lanishi? Bir boshdan aytib o'tsangiz. Katta duh kerak birinchi o'rinda. Duh kerak. Nimaga? Chunki ko'pchilikning ichida gapirish qiyin. 4 ta odamni o'zingizga qaratib gapirish qiyin. 10 ta odamni o'zingizga qaratib gapirish qiyin. Mayli, duxni ham topdik, ko'pchilikning ichida gapira oldik ham deylik. Lekin 10 ta odamni ichida gapirsiz, ular sizga e'tibor bermasa, u ham yomon narsa. Boshlovchilik birinchi o'rinda bizdagi eng milliy qadriyat ustoz shogird an'anasi. Baribir ustoz ko'rish kerak, o'zining sohasida faoliyat olib borgan yaxshi ustoz ko'rish kerak. Yaxshi ustozlar bilan yurish kerak. Katta tadbirlar, katta konsertlar, katta to'y deymizmi, boshlovchilik qilish mumkin bo'lgan atmosferalarda yurish kerak oldin. Tappat osmondan tushib qolsa, o'sha atmosfera ijodkor yutib yuborishi mumkin. Shunga boshlovchilik boshlayman degan, suxandonlik boshlayman degan yoshlarga, shu sohaga kirib kelmoqchi bo'lganlar, albatta kimgadir shogird tushdi tavsiya qilaman. Shart emas u to'yda yurishi, shart emas u televideniyada ishlashi. Umuman olganda shunaqa boshlovchilik kasbiga doir birorta mutaxassisni topib, borib, shunga qiziqaman, menga o'rgating, shogird oling desangiz, menimcha 90% odam yo'q demaydi. Shu sohaga kirib kelish birinchi no'lavoy. Ustoz ko'rish kerak, ustoz sekin o'rgatadi, boshqa qiladi. Keyin bu sohada buni hech qanaqa bir o'tirib olib, doskani qo'yib, qarang, u A, mana B, mana D bo'ladi deb o'rgatadigan narsasi yo'q. Eng katta buni o'stirib yuboradigan narsasi bu tajriba. Konsertlarda, tadbirlarda, umuman katta sahnalarda amaliyot sekin har qanday boshlovchini toblab bor. O'zi har qanday sohada. Meni o'zimning shaxsiy tajribam shuki, o'zim boshlovchi sifatida praktikamani ko'proq o'stirgan, ko'p jarayon, har xil odam, har xil sahna, har xil noqulay vaziyatlar shu sohani haqiqiy odamiga aylanishingizga eng katta omil. Lekin baribir ustozlarni o'rgiti muhim hisoblanadi. Albatta. Masalan, sizda shunaqa holat bo'lganmi? Qaysidir to'yga kelgansiz birinchi, qo'pol qilib aytganda, qattiq hayajon bo'lib, qanaqadir kimdir ismini adashtirib yuborgansiz yoki bo'lmasa qanaqadir bir xijolatli holatga tushib qolgansiz va bundan biroz haligi qanday chiqib ketgansiz? Hayajon har doim bo'ladi. Men kecha reklama bo'lib qoladimi, bo'lib qolmaydi bilmadim. Mayli, aytavering bizda. Cherry'da taqdimotiga borganimda tadbirga uncha ko'p odam kelmagan, 20 tami, 30 ta odam kelgan. Sahnaga chiqishdan oldin hayajonlanyapman-da, qo'l oyog'im muzlab, bo'lmasa men sahnada gapirayotganimga 10 yil bo'ldi. Qo'l oyog'im muzlab, keyin cherigimga qarab, "Yo'q, men har doim hayajonlanaman." "Siz ham hayajonlanasizmi?" desam, "Yo'q" dedi o'sha sherigim. Keyin hayajon har doim bo'ladi. Har doim hayajon bo'ladi. U 5 ta odamning ichiga chiqayotganimda hayajonlanaman, 1000 ta odamning ichiga chiqayotganda hayajonman. Birinchi marta aytayman bu fikrda, chunki ichimdagi haqiqiy emotsiya. Hayajon bilasizmi nimaga? Chiqib, xato qilib qo'yishdan qo'rqish emas, chiqib gapira olmaslikdan qo'rqish emas, hayajon bu mas'uliyat. U
odamda his tuyg'u bo'lmasa, emotsiya bo'lmasa qiyin. Baribir odam his qilib turishga, yuragingiz sahna bu qozonga o'xshaydi-da, qaynab turgan qozonga o'xshaydi. Atga chiqsangiz, sizni agar eplay olmasangiz, yog'da siz kuyib ketishingiz mumkin. Sahna shunaqa joy. Bitta chiqsangiz 800 ta odam sizga qarab turadi. 800 ta ko'z nimadirkin deb qarab turadi. Kimdir xunuk qaraydi, kimdir jilmayib qaraydi, kimdir yonidagi odam bilan gaplar. Kayfiyatingiz tushib ketishi mumkin. Gapirmoqchi bo'lgan gapingizni ham esingizdan chiqarib qo'yish mumkin. Shunaqa paytda bizni sohamizda eng katta qoida sahnaga chiqqanda odamlarning ko'ziga qaramaymiz. Tasavvur qiling, 1000 ta odamning o'rtasiga chiqdingiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun shunaqa tadbirda ekan paytimda men odamlarning ko'ziga hech qachon qaramayman. Chunki u emotsiyamga ta'sir qilishi mumkin. Kimdir qovog'ini solim daqib turishi mumkin, kimdir qo'lida bitta xunuk qilliq qilishi mumkin odamlarning orasidan. Chunki har xil odam bo'ladi. Kimdir kulib qarab turishi mumkin. Yaxshi ko'rgan qizingizni ko'rib qolishingiz mumkin, qo'shningizni, qaynatingizni ko'rib qolishingiz mumkin yoki bo'lmasa har xil holat bo'ladi. Shunga o'shanda emotsiya buziladi. Biz xonadonlik kasb sahnaga chiqdingmi, gapiradigan gapingni aniq bilasan, faqat odamdan ko'ziga qaramagin, bitta nuqtani toptirib, ravon gapingni davom ettir. Shunaqa. Endi qonun qoidalari har bitta sohani mana siz mediani odamisiz, fishkalar bor, sirlar bor, o'zini anaqa padachalar bor, kitobda yozilmagan qonun qoidalar bor. Uni sekin sohada o'rganib boradi. Lekin unaqa unutib qo'ygan narsalar bo'lmagan. Unutib qo'ysak ham biz sahnada aktyor bo'lishimiz kerak, aktrisa bo'lishimiz kerak. Masalan, qanaqadir hokimlarning nomi esimdan chiqib qolgan holatlar bo'lgan, aktyorlar nomini e'lon qilayotgan esimdan chiqib qolgan, familiyalari esimdan chiqib qoladi. Shunda ozgina vaqt cho'zishga harakat qilaman-da, nimagadir vaqt cho'zib turib, kimdandir borib tezda so'rab olaman. Lekin kimdir nomini e'lon qilayotganda hech qachon risk qilmayman. Ahmad Aliyevichmidi, Hakimovichmidi deb taxmin qilmayman. Xato qilgandan ko'ra borib so'rab olgan yaxshi, chunki u xato qimmatga tushishi mumkin. Masalan, bilasiz, birinchi eng katta shu suxandonlik orqasidan eng katta qo'lingizga ushlagan gonorar qancha bo'lgan va bu gonorar sizni qanday, misol uchun, turishingizni, misol uchun turmush tarzingizni biroz bo'lsa ham o'zgartirganmi? Savol shunaqa bering. Qachondan siz qanaqadir haligi komfort his qilishni boshlagansiz? O'sha yaxshi pul topib, o'sha pulni olganingizdan keyin, o'sha gonorardan keyin qachondan qanaqadir burilish nuqta bo'lgan demoqchiman sizda. Hozir sir emas, Farg'onadagi, nafaqat vodiydagi eng qimmat suxandonlardan, eng qimmat to'y tadbir. Qimmat devormang. Yo'q, men endi ayta olaman bemalol. Chunki top 5 talikka bemalol kirasiz-da, bemalol. Boshqa hamkasblarga ham hurmat saqlagan top 5 talikka bemalol kirasiz. Rahmat. Ular ham bor, bizdan ham kuchli suxandonlar boshlovchilar. O'sha tarixini aytib bersangiz, birinchi qo'lingizga qachon katta pul ishlagansiz o'sha kasbingiz orqasidan? Xo'p, boshlovchilik sohasi bu vazifani bajarish har qanday holatda. Bitta to'yda demaylikda, boshlovchilikka har doim ehtiyoj bo'lgan. Tadbirda, konsertda, ochilish marosimlarida, to'ylarda mayli, uni ham ta'kidlab o'tamiz. Boshlovchilikka har doim ehtiyoj bo'lgan. Talab bor. Talab bor, chunki bu funksiyani baribir kimdir qayerdadir bajarish kerak. Xo'p, va bu kasb pul turadi. Bu ishni amalga oshirish pul turadi. Jamshid to'g'risini aytaman, juda past gonorardan chiqqanman o'zim boshida. Bu sohaga kirish uchun, bu sohani o'rganish uchun endi men 16 yoshimda qo'limga mikrofon olib boshlovchilik qilishni boshlaganman. Juda ham oz gonorarlardan boshlaganman. Hattoki ishonasizmi, o'sha tadbirga kelib ketishim uchun, o'sha boshlovchilik qiladigan lokatsiyamga kelib ketish uchun faqatgina yo'l kiramga pul berishardi. Faqatgina o'sha yo'l kiramga pul berishardi, tushligimga yarasha pul berishardi. Endi 16 yoshli bola uchun, sohaga kirib kelayotgan bola uchun, boshlovchilik sohasi olamiga kirib kelayotgan bola uchun u meni yo'l kiramga pul berish ham shart emasda. Men sahnaga chiqsam bo'ldi. Men gapirsam bo'ldi, men boshlovchilik qilsam bo'lsa, o'sha tadbirda men o'rtaga chiqib gapirsam bo'ldi. Sohaga kirib kelayotganimizda hech qachon pulni o'ylamaganman. Lekin ertaga daromad kelishini bilardim. Bu sohaga pul uchun daromad keltiradi. Lekin baribir ikkita sabab borda. Bitta sohaga kirishingiz uchun, masalan, shifokor deylik,
faqatgina pul topaman shu sohada deb kirmaysizda yaxshi ko'rish ham kerakda. Menda baribir mehr kuchliroq bo'lgan. Keyin 2-3 yildan keyin ancha malakamiz oshib, Xudoga shukr, ozmoz auditoriya yiqqanimizdan keyin gonorarlarimiz asta-sekinlik bilan ko'tarilishni boshlagan. Allohga shukr, ko'p ishlar qildik. Ko'p gonorarlar topdik. Endi hozir daskanali har bitta summani ayta olmayman, lekin asta komfortga kirib borar ekansiz. Tez ushamagansiz. Tez ushamaganman. Haligi bitta mashhur gap bor, bilasizmi deydi. Bu shunaqa mashhur odamda, bu juda zo'r odamda, bu bilasanmi, bu -0 dan chiqqan odam deyshadi-yu. Hali u 0 dan emas-da, -0. Endi men juda -0 dan chiqmagan deyman, lekin o'zim 0 dan chiqaman. Boshlovchilik qilishim uchun yo'lkiramga pul bersa bo'ldi, men kelib ketsam bo'ldi. Lutchi men chiqsam bo'ldi. Shunaqa yaxshi ko'rardim-da, chiqib gapirishdi. Xuddi shunaqa. Demoqchi bo'lgani boshqa kasblarda ham shunaqa sevish kerak. Mana bugun qaysidir sohaga kirib kelmoqchi bo'lgan odamlarga aytadigan gapim, pulni o'ylamaslik kerak boshida. Siz o'sha sohani asli bo'ling, mutaxassis bo'ling, zo'r kadr bo'ling, pul orqangizdan quvlaydi. O'zi pul daskanali quvlaydi orqangizdan. Siz zo'r kadr bo'ling. Zo'r kadr defitsit, zo'r kadr kam, zo'r kadr hamma joyda kerak. Siz yaxshi ijrochi bo'lsiz, zo'r podkast bo'yicha zo'r savollar bering, zo'r mehmonlar kelsin. Sizni suhbatlaringizda emotsional suhbatlar bo'lsin. Siz podpischka yig'ish shart emas, o'zi sizga avtomatik keladi. Xuddi shunga o'xshagan yaxshi mutaxassis bo'ling, daromad o'zidan o'zi keladi. Yozishyapti direct lekin. Nima deyishadi? Yaxshi bo'ladi deyishadi. Yo'q, yaxshi emas. Men ham chiqay deyapti. Endi masalan, bitta tarafi bor. Endi savolingizlar shunaqa kelib chiqdi. Qanaqadir menga kimdir men chiqay deb taklif qilsa, men qanaqadir o'zim yoqtirgan odamlar olib chiqishni yaxshi ko'raman. O'zingiz tanlaysiz. To'g'ri, haligi reklama maqsadida ham chiqay, shunaqa deyishadi. Qanaqadir не в своем тарелке deydi, masalan, haligi samimiy chiqmaydigan o'sha bo'ladi. Endi balkim bu vaqti o'tib to'g'rilanib ketadi. Xo'p, savol shunaqa, Hoji Akbar aka, bilasiz, muvaffaqiyatga erishgan odamlar og'ir sharoitdan chiqqan bo'ladi. Haligi qattiq buxanka yeganman kerak bo'lsa deydi. Choy bo'vasi hattoki suv ichganman deyshadi bir xilgilar. Sizda ham shunaqa bir og'ir damlaringiz bo'lganmi? Qanaqadir haligi umuman pulingiz qolmagan, och qolib, qanaqadir bir tashlab yuboraman bu sohani, boshqa chiqib ketaman deb turib haligi shunaqa bir og'ir vaziyatlar bo'lganmi sizda? Yo'q, men to'g'risini aytaman. Men to'q oilam farzandiman. Men yoshligimda ham yaxshi sharoitda yashaganman, hozir ham yaxshi sharoitda yashayman, Allohga shukr. Bizda oilamizda unaqa moliyaviy qiyinchiliklar bo'lmagan, balki bo'lsa ham biz kichkina bo'lgandirmiz. Ota-onamiz balki bilintiradi, lekin ota-onamizni davrida to'qchilikda katta bo'lganmiz. Ota-ona faqat meni qo'llab-quvvatlagan, ota-ona meni faqat iste'dodimni, mehnatimni, intilishlarimni qo'llab-quvvatlagan. Olg'a bos o'g'lim, men seni qo'llab-quvvatlaymiz deyishgan, lekin oddiy oilaning farzandiman. Onam tadbirkor, otam haydovchi. Lekin biz Allohga shukr yoshligimda ota-onam davrida juda yaxshi yashaganman. To'g'ri, ko'pchilik aytadi, men qiynalganman, kulbadan chiqqanman, ko'chalarda uxlamay qolganman. Shunaqa, endi men real aytaveray, to'g'risida hozir men ham shunaqa gap gapirsam bo'ladi, lekin ochig'ini aytaveray, Allohga shukr to'q oilaning farzandiman. Lekin o'zim pul topishga doim harakat qilganman. Chunki erkak kishini eng hayotdagi katta funksiyasi bu pul topish kerak. Biz shunaqa mashinamizki, hali aytdik, men senga pul chiqaradi mashinamanmi deydi. Xuddi o'shaga erkak kishini katta vazifasi pul topish kerak, oilani boqish kerak. Shunga 15-16 yoshimni ota-onam mehnatga bergan. Oshxonada ishlaganman, powerga shogird bo'lib, aviakassada ishlaganman. Har xil sohalarda. Dadam haydovchilik qilganlar, dadam bilan birga yurganman. Keyin haqiqiy bir mediaga kirib kelish 2016-yil ruxsorchilik kanalida bo'lgan. Shundan keyin haqiqiy medianing ichiga kirib ketganmiz, haqiqiy o'zimiz sohamiz topganmiz. Lekin ungacha ota-onam pul uchun bo'lmasam, hech bo'lmasa mehnat ko'rsin deb bu sohaga berib ko'rishgan. Qiyinchilikka kelamiz. Endi to'g'risini aytaman. Ayting, shu kerak. Qiyinchilik rostdan ham bo'lgan. Pulsiz qolgan paytlar bu eng qizig'i bu keyin bo'lganda, katta bo'lganimda bo'lganda bu narsa. Eng esda qolarli payt. Men 2023-yili yoz oylarida Toshkentda Renesans kanalida ishlaganman. 6 oy, 7 oy davomida juda ahil kollektiv, juda zo'r televideniyada ishlaganman, rasman ishlaganman.
suxandon bo'lib ishlaganman. Shu payt men birinchi marta uydan uzoqda bo'lganman. Birinchi marta shu 24-25 yoshga kirib birinchi marta uydan uzoqroqqa chiqqanman. Mustaqil uzoqda yashaganman. Musofirlik boshimga tushgan. Ungacha paxtaga borganman, xolos. Undan tashqari uydan uzoqda bo'lmaganman. 6 oy, 8 oy uzoqda yashaganimda o'zim yolg'iz kvartirada turardim. Shu paytda qiyinchilik bo'lgan-manda, pulsizlik bo'lgan, ya'ni chunki men ota-onamsiz, oila a'zolarimsiz, yaqinlarimsiz yashamaganman. Ishxonam yaxshi edi. Men ishlagan televideniyam ham yomonlamayman. Yaxshi ishlaganmiz, meni rahbariyat qo'llab-quvvatlagan, yaxshi bo'lgan, lekin baribir uzoqdaligimni hisobiga ozgina o'zimni moliyaviy nazorat qila olmaganman. Lekin eng katta hayotimdagi tajriba shu musofirligimda bo'lgan, Toshkentda o'zim yolg'iz yashaganimda shunga aytamanki, har bitta erkak kishi hech bo'lmasa 6 oy uzoqda yashab ko'rish kerak. Oilasidan uzoqda yashab ko'rish, bir yil musofirlik ko'rishga har qanday erkak musofirlik ko'p narsalar o'rgatadi. Ochlikni ham ko'rsatadi, pulsizlikni ham ko'rsatadi, bekorchilikni ham ko'rsatadi. Aynib ketish ham mumkin, yaxshi yo'lga yurib ketish ham mumkin musofirlikda. Shunga men har bitta erkak kishi eng kamida 6 oy uydan uzoqda hech bo'lmasa umrida bir marta bo'lsa ham yashab kelish kerak. Komfort zonadan chiqadi o'shanda. Oila bu yashaydigan joyingiz, bu komfort zona hisoblanadi. Siz komfort zonadan chiqasiz va o'shanda haqiqiy sizni yashab qolish funksiyalaringiz ko'rinadi. Yashab qolishga qanchalik immunitet hosil qilgansiz komfort zonadan tashqarida. Yumshoq yostiq umrni quritadi degan ibora bor. Yumshoq yostiq uyda bo'ladi. Yumshoq yostiq faqat komfort zonada bo'ladi. Agar undan siz chiqsangiz, qiyinchilik bo'ladi. Ojiz tomonlaringizni ko'rasiz, hech kim yordam bermaydi va sizni uzoq o'stiradi. Musofirlik o'stiradi, pishiradi, toplaydi, shunaqa. Yaxshi bo'lyaptimi suhbat? Zo'r. Men ichiga kirib ketyapman, to'g'ri, mana aytayotgan voqealaringiz. Endi men o'ylanayotgan sababim, men tasavvur qilyapman, просто o'sha nimalaringizni yaxshiligi bo'lsin. Men tasavvurlarni qilyapman. Hoji Akbar aka, endi siz hamrohingiz bor, hamrohingiz bilan birga men ko'rib chiqdim. Postlaringizni o'sha Go'zalxon ko'rib chiqdim. Adashmasam 5-6 yildan beri birgasizlar. 2020-yil bahordan beri ishlaymiz. Endi tabiiy tug'iladigan savolda. Masalan, sherikchilikda ishlash oson emas. Hammaning o'ziga yarasha xarakteri bo'ladi, hammaning o'ziga yarasha talablari bor. Endi men ikkita bir xil jins vakilini nazarda tutyapman. Misol birorta do'stingiz bilan sherikchilikda qanaqadir ish boshlaydigan bo'lsangiz, uzoqqa borishingiz mumkin. Chunki agar qiziqishlaring bir xil bo'lsa, intereslaring bir xil bo'lsa, uzoqqa borishlaring mumkin. Endi sir emas, rafiqingiz emas, nima o'zingizning alohida oilangiz bor. Aytmoqchi bo'layotganim, qanday qarama-qarshi jins vakili bilan shunaqaligi uzoq muddat nima deydi, samarali va bir-birlarini tushunib ishlashga erishdingiz. Bu men deyarli ko'rmaganman bunaqa praktikani. Men nimaga bu savolni beryapman? O'sha tandemlar, juftliklar chiqadi, nari borsa 1 yil 2 yilda yo'q bo'lib ketadi. Men ko'p ko'rganman, masalan, nari borsa 6 oy, 8 oy yoki bitta sezonda umri demoqchiman. O'shaning uchun haligi endi qiziq baribir. O'shaning uchun qanday bu birga nima mavzu ochganingiz. Go'zalxon Jo'rayeva bu Hoji Akbarni yuzi bo'lsa, mana yuzimni yarmiga aylangan. Shunga sizga men intervyuga taklif qilganingizda Go'zal bilan birga boraylik degandim. Masalan, Allohga shukr, 5 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, yaxshi ishlayapmiz. Aka singillik bo'lib ketganmiz. Men aka singil demayman, noto'g'ri e'tirof qilaman. Aka-ukadek bo'lib ketganmiz, chunki uni ham o'g'il bolacha xarakteri bor. Go'zalxon juda chiroyli qiz, juda latofatli qiz, lekin xarakteri juda ham o'g'il bolacha xarakteri bor, shaddod. Go'zalxon bilan 5 yildan beri ishlaymiz. 2020-yili Farg'ona telekanalida informatsion bo'limda ishlagan, men ko'ngilochar dasturda ishlaganman. Tanishganmiz. Keyin televizor rahbari, o'sha paytdagi Bahrom aka, Farg'ona telekanali rahbari bizni tadbirlarga yuborishni boshlaganlar. Shu tariqa Go'zal bilan tadbirlarda tanishib qolganmiz. Men 5 yil oldingi voqeani aytyapman. Go'zal bilan juda chiqishimiz avvalga qiyin bo'lgan, juda qiyin bo'lgan. Sababi Go'zalxon rus maktabida o'qigan. 11 yil davomida rus maktabida o'qigan. Endi ilgari 11 baza bo'lgan. 11 baza
Yo'q, 9-sinfgacha o'sha rus maktabida o'qigan, Keyin kollejda o'qigan, xullas faqat yevro yo'nalishlarda o'qigan va Rusiy zaboni bilan. xarakteri rusiy zabon, rusiy xarakter Go'zalxonda. Men faqat o'zbek maktabida o'qiganman. Men Marg'ilonda katta bo'lganman. Men mentalitet Marg'ilon. Litsey Marg'ilonda bo'lgan. Men faqat Marg'ilondan boshqa hech Marg'ilonlar noto'g'ri tushunmaylar endi misollari. Yo'q, nimasini noto'g'ri tushunadi? Hali mentalitet yo'q, aniq ajratishmas bu. Dunyo masalan, men faxrlanaman. Tarbiya Marg'ilon, ota-ona Marg'ilon, o'zim ham Marg'ilonliman. Xullas, boshqa dunyomiz demoqchiman-da. Shu ma'noda aytilyapti. Umuman boshqa dunyomiz, u boshqa dunyo, men boshqa dunyo. Lekin sahnada juda yaxshi chiqishardik. Sahna tashqarisida gapimiz chiqishalmasdi. U A desa men B deb turardim. U D desa men F deb turardim. Xullas, Go'zal bilan hozirgacha dunyoqaramiz shunaqa. Men juda o'zbekchaman, u juda ruscha. Lekin bizni Jamshid mana indaloda aytaman, eng katta ushlab turadigan narsa sahnada juda zo'r tandemmiz. Bir-birimizga sahnada zo'r tandemmiz. Hayotda chiqisha olmasligingiz mumkin, lekin sahnada juda ham tandemmiz. Shu jihatdan ham ushlab turadi. Ayol kishi bilan ishlash qiyin. San'atkorlar bilan ishlayotgan administratorlar, menimcha gapni tasdiqlasa kerak, ayol kishi bilan san'at sohasida, media sohasida, umuman qaysi sohada ayol kishi bilan ishlash qiyin. Sababi ayol kishi biz erkaklarga nisbatan juda ham emotsiyaga kirilgan jins vakili hisoblanadi. Ularda juda emotsiya kuchli bo'ladi. Ob-havo bo'ladi. Bir kun yomg'ir yog'sa, bir kun quyosh chiqadi, bir kuni matvoy havo bo'ladi. Chunki ular bilan chiqish qiyinroq. Lekin til topishgan odamga haykal qo'yish kerak. Va harakat qilsa bo'ladi. Uzoq muddat rostdan ham ishlash qiyin ayol kishi bilan. Chunki o'zimiz Farg'onacha shevada aytganda, men Go'zalda aytmayapman. Ayol kishi bilan ishlash uchun uni xarxashalarni, xishabalarni ko'tarishingiz kerak, xarakterini ko'tarishingiz kerak. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Go'zalxon meni sahnada eshitganligim, do'st bo'lib ketganmiz, oilaviy bordik-keldimiz bor. Ota-onam o'zini qizidek ko'radi, ayolim bilan dugona. Allohga shukr, shuncha vaqt davomida faoliyatimiz davom etyapti. Yana yangi proyektlar, yangi ishlar bilan ishlayapmiz. Lekin eng ko'p berilgan savol Go'zalxon yaxshi ko'rgan qizingizmi? Go'zalxon ayolingizmi deb juda ko'p savol berishadi. Bugun YouTube'da ham suhbatda ham aytib qo'yay. Yo'q, Go'zalxon faqatgina meni hamkasbim. Shunaqa. Mana savolga javob olindi deb o'ylayman. Xo'ja Akbar aka, mana sherikchilik haqida aytdingiz, ayol kishi bilan ishlash to'g'risida tajribani aytib o'tdingiz, 5 yillik hamjihatliklarni. Buni eshitib turib men bitta narsani o'yladim. Demak, siz nafaqat ayol kishi bilan ishlashda yoki bo'lmasa boshqa sohada ham siz bitta ushlagan joyingizni qo'yib olmas ekansiz. Harakat qilaman. Disiplina bor ekan demoqchiman. Endi bu meni fikrim. Sizni fikringizcha suxandonlarga prodyuser kerakmi? Mana misol uchun xonandalarga prodyuser bo'lish kerak. Suxandonlarga ham o'sha endi bilasiz, har doim kiyim olishingiz kerak. Har doim kerak bo'lsa o'zingizga qarashingiz kerak. Bir 80-90% topganingiz baribir ham o'zingizning garderobingizga ketadi. Endi oshqilab aytganda. Ajrab turishingiz kerak. Mana yaxshi bilasiz bu narsasini. O'shuning uchun bir chiqimingiz ko'p-da endi oshqilab aytganda. Yuzingiz o'sha tashqi ko'rinish bo'lganligi uchun. O'shaning uchun prodyuser masalasida nima deb qanaqa fikrdasiz? Boshlovchiga administrator kerak ko'proq. Prodyuser kerak emas. Yo'q, prodyuser meni fikrimcha kerak emas. Prodyuser san'atkorlarga kerak. Prodyuser o'zini tili bilan aytganda, o'zini yo'nalishida aytganda, prodyuser bu show biznes olamida san'atkorlarga ko'proq kerak. Aktrisalarga, yulduzlarga. Boshlovchilik sohasida menimcha faqat administratorda o'zi yetadi. Agar erkak boshlovchi bo'lsa, o'zi ham ko'p narsani gaplashsa bo'ladi, lekin agar ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, tем более administrator kerak bo'ladi, chunki ayol kishiga har xil vaziyatda telefon qilishi mumkin. Shunga prodyuser kerak emas. Lekin boshlovchilikda, suxandonlikda o'ziga investitsiya kiritish kerak. Bu zarur narsa. Misol uchun shaxsiy brendni rivojlantirish uchun. Masalan, men yaqinda Instagram yuritishni boshlaganman. 2-3 oy bo'ldi. Xudoga shukr. Auditoriyam 40 mingga qarab ketyapti va
nasib qilsa tez orada 100 ming ham bo'lish niyatim bor. Boshlovchilikda shaxsiy brend juda ham muhim. Prodyuser endi kliplar oladi. Men juda chuqur tushunmayman prodyuserda vazifalarni. San'atkorda rivojlanishi bilan bog'liq hamma tadbirlarni qiladi. Pul tikadi. Ha. O'sha san'atkorni men umumiy qilib aytay, san'atkorda rivojlanish uchun, tanilish uchun qilinishi kerak bo'lgan hamma ishlarni qiladi. Boshlovchilik sohasida shaxsiy brendni tanitish muhimroq hisoblanadi. Qanaqadir media proyektlarda qatnashish, uni face'ini tanitish uchun o'zi qanaqadir proyektlar qilsa bo'ladi. Eng katta reklama maydoni bugun ijtimoiy tarmoq bo'lib qolgan. Boshlovchilik sohasida o'zini tanitish uchun shaxsiy brendni rivojlantirish eng yaxshi tanlov deb o'ylayman. Agar sizni kimdir tanishni boshlasa, sizni o'sha tadbirlarga kelish gonorarlaringiz ham oshadi. Men o'sha prodyuserskiy nuqtai nazardan hozir sizga gapiryapman. Taniqliroq ijodkor bo'lsangiz, haligi tadbirlarga balandroq gonorarlarga taklif qilishni boshlaydi. Falonchi kelar ekan tadbirga deydi, pistonchi kelar. U sizni falonchi bo'lishingiz uchun siz tanilishingiz kerak, sizni odamlar tanish kerak. Xuddi o'xshagan narsa. Hoji Akbar aka, endi mana shu suhbat manfaatli bo'lsin. Endi men bitta mavzuni ochaman, chunki siz buni ichida yurgan odamsizda, baribir siz qanaqadir maslahat bera olasiz, men ishonaman. To'g'ri ma'noda maslahat bera olasiz demoqchiman. Shu darajada talantli yigitlar, talantli qizlar bor. Haligi qo'shiq aytaman deydigan, o'sha haligi gruppa deydi-yu, biz sizlar tillaringda o'sha gruppa qilib o'sha VIA gruppalar. VIA gruppa. VIA gruppalar o'shalarda haligi qatnashib turib, haligi daromad topaman deydigan, to'g'ri halol yo'li bilan deylik, o'sha san'atini ko'rsatib turib daromad topadigan. Endi haligi bilasiz, katta stereotiplar bor. Kimdir endi qanaqadir o'sha prodyuserning oldiga borsa, shunaqa qo'shiqchi bo'laman deydigan bo'lsa, yaxshi ma'noda demoqchiman. Ya'ni rostdan haligi misol uchun halol o'sha san'at orqasidan halol pul topaman deb turib, yaxshi ma'noda o'sha qo'shiqchi bo'laman desa, yaqinlari, aka-ukalari yoki boshqa taraflardan zapret bo'ladi. Chunki bilishadi nimaga bunaqa zapret bo'lishini demoqchiman-da. Chunki nima deydi, shunaqa stereotiplar bor-da baribir. Endi men hammani aytmayapman. Endi oralarda tushundingiz nima demoqchi bo'lganimni? Tushundim sizni. O'shaqa stereotiplar bor demoqchiman-da. O'shuning uchun noprofessional shunaqa qo'shiqchilar, shunaqalar bozori ko'payib ketib qolyapti. Ayrimlar, endi hammani aytmayapman, ayrim demoqchiman. Va o'shanda qanaqadir bir nimasi bormi demoqchimanda, bir yo'li bormi demoqchiman. O'sha talantli, rostdan avval iste'dodini ko'rsatmoqchi bo'layotganlar to'g'ri ma'noda san'atini ko'rsatib turib, o'sha davraga kirishga demoqchiman. O'sha noto'g'ri yo'llar bilan emas, o'sha to'g'ri halol yo'l bilan demoqchiman. Unda misol uchun o'sha prodyuser tanlashda deydimi yoki ishchilar tanlashda ota-onasi deylik yoki o'sha tanishlari nimaga e'tibor berish kerak, siz maslahat bering. Tushunarli. Ayollarni san'atga kirib kelishi, qizlarni san'atga kirib kelishi, siz shu sohaning ichida bo'lganingiz uchun ijodkor bo'lishi. Xo'p, yaxshi yomon odamlar hamma joyda bor. San'atda emas, hamma sohani ichiga kirsangiz, yaxshi odam, yomon odamlar bor. Hamma sohada ayollar bor, qizlar bor. Men sizni umumiy juda uzoqdan olib keldingiz, tog'da atrofdan olib keldingiz. Men sizni tushundim. Endi rostdan ham bugun o'zini iste'dodini ko'rsatish uchun, mahoratini ko'rsatish uchun imkoniyatlar katta san'at olamida, boshqada tanilishi uchun. Ustiga ustak ayol kishini tanilishi, xonanda sifatida ham, aktrisa sifatida ham tanilishi, bloger sifatida ham tanilishi, ko'tarilishi osonroq, auditoriyasini ko'tarilishi osonroq. Faqatgina har qanday vaziyatda odamni o'ziga bog'liq. Jamshid to'g'risi, odamni o'ziga bog'liq. O'sha sohaga kirgandan keyin yaxshi odam bo'lib davom etadimi yo yomon odam bo'lib davom etadimi, o'ziga bog'liq. O'zi u sohaga yaxshi odam bo'lib kirganmi yo u sohaga yomon odam bo'lib kirganmi? Oldin uni aniqlab olish kerak. Kirgandan keyin yaxshi va yomon yo'lda davom etish odamni o'ziga bog'liq deb hisoblayman. Keyin haligi har xil gap so'zlar yuradi, tanilish uchun har xil takliflarni qabul qilish kerak.
Xudo saqlasin, 5 qo'l barobar emas. Rostdan ham unaqa takliflar bo'lishi mumkin. Quloqim bilan eshitmaganman. Men quloqim bilan eshitish tugul, men ustida ko'zim bilan ko'rmaguncha men unaqa narsalarga ishonmayman, gapni ochig'i. Gaplar eshitgansiz. Mishmishlar eshitganman. Har xil bunaqa taklif bo'lgan, menga bunaqa taklif, Xudo saqlasin unaqa narsadan. Lekin men bilgan, men ko'rgan ko'p ijodkorlar o'zini kuchi bilan, o'zini iste'dodi bilan, talanti bilan ko'tarilganlar bor. Xudo yuqtirsa, omad bersa hech gap emas. Bandasi faqat sabab xolos. Biz faqat sababini qilaylik, harakat qilaylik, intilaylik, duo qilaylik, natijasi bo'laveradi. Lekin men to'g'risi Jamshid xafa bo'lmayman, bu mavzuga chuqur kirishni xohlamayman. Tushundim. Faqat odam o'ziga bog'liq. Yaxshi odam oshini yeydi, yomon odam boshini yeydi. Albatta. Tushundim. Siz meni tushundingiz. Sizni tushundim, nima demoqchi tushundim. Xo'p, endi sal chalg'iymiz. Hoji Akbar aka, masalan, siz deylik premium odamlar davrasiga kirganingizdan keyin ko'p kiraman. Mana shu o'sha yo'nalishga o'tganingizdan keyin ular bilan do'stlashasiz. Ular bilan bitta restoranda yoki bitta yaxshi joylarda o'tirib, birga taom tanovul qilishni boshlaysiz, nimadir yeyishni boshlaysiz, suhbatlashishni boshlaysiz, qat'iqatur yig'ilib turasizlar, to'ydan keyin yoki boshqa davralardan keyin o'sha saviyali qatlam, ziyoli qatlam o'sha san'at vakillari bilan demoqchiman-da. Endi siz aytib o'tdingiz, o'sha Marlonda katta bo'lganman, Marlonda maktabda o'qiganman, shunaqa aytib o'tdingiz. Endi do'stlar tema mavzusini ochmoqchiman. Do'stlarda masalan siz nozik mavzular ko'tararkansiz. Do'stlar mavzusida masalan yaxshi chiqishib, haligi o'sha paytda haligi oldingi Hoji Akbarda qaragi zo'r bo'lib ular bilan yurgan Hoji Akbar hozir yo'qda, endi ochiq qilib aytganda. Chunki unaqa emas. Endi meni fikrimcha demoqchiman-da. Chunki masalan bo'lsa ham saralangan demoqchiman. Hali filtrlangan. Chunki siz hozir vaqtingizni qiymatini bilasiz. Siz masalan endi bu noto'g'ri tushunishmasin hech kim bizni suhbatda yoki xulosa qilishmasin. Siz vaqtingizni qiymatini bilganligi uchun do'stlar tanlashda yoki bo'lmasa kim bilandir qanaqadir munosabat, aloqa o'rnatishda ham cheklovlar meni fikrimcha qo'ygansiz demoqchiman. Nafaqat siz, balki o'sha tanilib va qanaqadir muvaffaqiyatga erishayotgan odamlarda bunaqa cheklovni ko'p aytishgan, men eshitganman va guvoh bo'lganligi uchun aytyapman demoqchiman. O'sha paytda siz xafa qilib qo'ygan paytlaringiz ham bo'lganmi? Qanaqadir oldingi payt do'stlaringizga vaqt topgansiz yoki ularni qanaqadir iltimoslarini qilib bergansiz oldin va hozir siz qo'pol qilib aytganda ularga vaqt ajratmasdan turib va siz o'zingizni do'stlar davringizni o'zingizga mos odamlar bilan almashtirgansiz desak bo'ladimi yoki noto'g'ri bu fikr? Buni men qilmayman, buni biz qilmaymiz, buni siz qilmaysiz. Buni vaqt uddalaydigan jarayon. Sizni nima voqea atrofida gapirganingizni hozir tushundim. Vaqt o'tgan sari ishlarimiz ko'payadi. O'zimizga ko'proq vaqt ajratishni boshlaymiz. Biz 16 yoshgacha bekorchi bo'lganmiz. Yig'ilishlar ko'p bo'lgan, o'ynagani borardik, futbol tepgani borardik, araqqa cho'milgani borardik, mahallada gaplashib, semichka chaqib o'tirardik. Bo'sh vaqtlar ko'p bo'lardi. Lekin keyinchalik ko'proq o'qishga, ishga odam o'ziga vaqt ajratishni boshlaydi, oila quradi, tirikchilik bo'ladi va do'stlar, yaqinlar o'z-o'zidan o'sha sizni ish faoliyatingiz davomida sizni yelkadoshlaringizga aylanib borar ekan. Qadrdon do'stlarni hech qachon yo'qotmaysiz. Yoshlikdagi do'stlar bilan ko'rishib turasiz, gaplashib turasiz. Lekin doimiy sizni oldingizda bo'ladigan odamlar o'z-o'zidan sizga do'st bo'lib borishni boshlaydi. Hamkasblar nuqtai nazaridan aytyapman. Masalan, meni san'at sohasida o'zimdan katta, o'zimdan kichkina aka-ukalar bor. Biz do'st bo'lib ketganmiz, to'g'risi. Do'st bo'lib ketganmiz, chunki ular bilan har doim birgamiz, har doim birga muloqotda bo'lamiz, har doim biz ular bilan gaplashib turamiz va o'z-o'zidan gaplashganingiz
sari ishlaganingiz sari xarakteringiz bir-biringizga tushadi, gapingiz bir-biringizga chiqishadi. Hamma odamda o'zini qadriyatlari bor. Kimdir yaxshi niyatda yashaydi, kimdir boshqa maqsadda yashaydi. Xuddi o'shanaqa maqsadlar, fikrlar, dunyoqarashlaringiz to'g'ri kelgan hamkasblar bilan jarayon davomida do'st bo'lib ketaverasiz. Ham ishda ham qilaverasiz, ham dam olish ham birga bo'ladi. Lekin men do'stlarim bilan ko'rishib turaman, oshlarga borib turaman. Bir joylarga dam olib bugun Amirsoyga ketishdi, men bora olmadim. Dam olishlarga vaqtida borib turaman. Lekin baribir yaqinlarga vaqt ajratish nuqtai nazari bari safdoshlaringiz bilan, o'sha safdoshlaringiz o'zi yaqinlaringizga aylanib ketar ekan Jamshid. Masalan, siz shu xonada 4 ta hamkasbingiz bilan ishlasangiz, ertaga bir joyga dam olgani bormoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'laga murojaat qilasizda. Ketdik, toqa boraylik deysiz. Hech qachon 14 yoshdagi sizni domdagi o'rtog'ingizni qidirmaysiz-da, ana Nurali qayerda edi demaysiz. Yoningizdagi yaqin hamkasbingizga kelib biror joyga boraylik degan nuqtai nazardan bo'ladi. Va atrofingdagi insonlarni yig'ishda e'tiborli bo'lgin, chunki vaqt o'tgan sari sen ularga o'xshab borasan. U insonlar yaxshi bo'lsa, sen ham yaxshi bo'lib borasan. U insonlar yaxshi maqsadlarga intilsa, sen yaxshi maqsadlarga intilib borasan. Biz Elmurod aka bilan juda yaxshi aka-ukamiz, Elmurod aka Xatnazarov, ular bilan juda yaxshi aloqadamiz. Tezda ko'rishib turamiz, tezda birga ovqatlanib turamiz. Men har doim aytaman. Va ular har doim biz ko'rishganimizda Elmurod aka menga juda katta maqsadlar, orzular, intilishlar haqida gapiradilar. Katta potensialim borligini gapiradilar, katta hali undan ham yaxshi natijalar erishishimni gapiradilar. Shu motivatsiya menga anchagacha yetadi va o'shaning ruhiyatida yuraman. Demoqchi bo'lganimiz, atrofimizda shunaqa odamlarni ko'paytirishimiz kerak, Jamshid. Atrofimizda shunaqa oldiga katta maqsadlarni qo'ygan odamlar bilan gaplashishimiz kerak. Ko'rishganda qo'shnini qizi kelib qolgani haqida gapiradigan odamlar bilan emas, ko'rishganda biznes haqida gapiradigan, ko'rishganda qanaqadir katta proyektlar haqida gapiradigan, ko'rishganda qanaqadir o'zini niyatlari haqida gapiradigan, sizga biznes takliflar beradigan narsalar haqida gaplashishimiz kerak. Falonchini to'yini qara, qanaqa dabdala to'y qilibdi. Pistonchini qara, 6 oy Rossiyada ishlab kelib, qo'lidan bir narsa kelmadi deydigan odamlar bilan kamroq gaplashish kerak. Undan ko'ra yaxshi gaplarga. Siz kim bilan yaqin bo'lmoqchi bo'lsangiz, ichida gaplashib ko'ring, uni gaplarini eshiting, u nima deyapti, nima dunyoga qarashi qanaqa, xuddi shunga o'xshagan nuqtai nazar. Shunga men doim Jamshid gapimni yakunlayman, fikrimni yakunlayman. Atrofimda yaxshi odamlarni yig'ishga harakat qilaman va ularni eshitaman, ular nima deyapti, ular qayerga qarab ketyapti, ular nimani xohlayapti, ularning e'tiqodi qanaqa, ota-onasini hurmat qiladimi, ayoli, oilasi tinchmi? Xuddi shu nuqtai nazardan atrofida shunaqa yaxshi odamlarni yig'ishga harakat qilaman. Ba'zan qo'shilib qoladi bir ikkita shunaqalar, keyin ularni ham sekin chiqarib yuboraman. Shunga hammaga aytadigan gapim, atrofingizda yaxshi odamlarni doim yig'ing. Albatta. Yaxshi odamlar yaxshilik yetaklaydi deb. Hoji akbar aka, masalan, bilasiz, har bitta odamda o'zini etaplari bo'ladi-da, bosqichlari, o'sha o'zbekcha tilda aytganda bosqichlari bo'ladi. Siz birinchi bosqichda, o'sha o'rganish bosqichida ketayotgan paytingizda, shu biznesga, mana shu suxandonlikda o'rganish bosqichida ketayotgan paytingizda, boshlanishda siz bilan boshqa odamlar do'st, yaqin bo'ladi. Siz ozgina natijaga erishib, sal qimmatroq kiyim olishni boshlab, avtomashina yoki qanaqadir jamiyatga qanaqadir keraklik va rostdan ham kerakli odamligingizni sezgan odamlar sekin sizga talpinishni boshlaydi baribir. Chunki bu sizni moddiy tarafdan yoki sizdan nimadir ko'zlash maqsadida emas. Chunki haligi shunaqa odamlar bilan komfort, qulay birga vaqt o'tkazish va birga qanaqadir mavzularda suhbatlashish. Va shunda bitta savol tug'iladi-da. Siz muvaffaqiyatga erishmasingizdan oldin, qo'pol qilib aytganda, sizni qo'lingizni uchida ko'rsatib, ba'zilarda boshqa. Shunaqa voqea bo'lganmi degan ma'noda aytadi. Siz haligi yoki o'sha payt qanaqadir iltimos aytgan paytingiz yoki qanaqadir narsa so'ragan paytingiz o'sha odamga demoqchiman. O'sha paytda sizni mensimagan yoki qo'lini uchida ko'rsatgan odam hozir ana muvaffaqiyatga erishib va o'zingizni yo'lingizni, jamiyatda o'zingizga kerakligingizni topganingizdan keyin ular quchoq ochgan
bo'lganmi shunaqa voqea? Shunaqa holatlar bo'lgan. Mayli, ismini aytmasangiz ham. Ya, ismini aytish niyatim yo'q. Haligi xafa bo'lish yo'q. Nima, ana bitta ko'rsatuv bor, o'shanga o'xshab, medali ko'rsatuvdami? Xafa bo'lish yo'q. Ilonlarni oldiradi-yu. Bitta ko'rsatuv bor. Aldamaman. Shunga o'xshab shart aytmasangiz bo'ldi, domini aytasan. Yo'q, xo'p, bu holatga fikrim aytadigan bo'lsam, avvallari mensimagan odamlar bugun yaxshi natijalarga erishganingizdan so'ng sizni hurmat qilishni boshlaydi. Bu hayot qonuniyati, Jamshid. Chunki biz hayotga, odamlarga, jamiyatga beradigan manfaatimiz orqali darajamiz aniqlanadi. Zo'r mutaxassis bo'laylik yoki yaxshi inson bo'laylik yo boy bo'laylik, xullas jamiyatga ta'sirimizga qarab bizni o'rnimiz belgilanadi. Yo o'ta ilmli odam bo'laylik yoki katta bloger bo'laylik, katta artist bo'laylik. O'zi hayot qonuniyati. O'zi kimdir bo'lsangiz, sizga o'shanaqa daraja belgilanadi. Oldinlari bizni hurmat qilmagan odamlar hozir hurmat qilishi mumkin. Men buni xuddi hayot qonuniyati sifatida to'g'ri tushunaman. Ha, siz ham kuchayib ketdingiz, deb hozir muomala qilib turib yoki ilgarilari qoluvchida ko'rishgan odamlarga ilgari ham shunchaki kulib qo'yganman, oddiy qarab qo'yganman, hozir ham. Lekin shunday insonlar borki, atrofingizda siz hech kim bo'lmang yoki siz dunyoda eng zo'r odam bo'ling, bir xil bo'ladigan odamlar bu faqat yaqinlar. Ota-onangiz uchun siz hech kim paytingizda ham siz zo'r odamsizda, ota-onangiz uchun siz giroysizda. Siz dunyoda eng zo'r odam bo'lib ketsangiz ham ota-onangiz uchun hali ham o'sha 8 yoshar bolasiz. Va har qanday holatda onadaqa hech kim, otadaqa hech kim sizga jon kuydirmaydi-da. Masalan, men Nefchi klubida ishlab yurgan paytlarim, klub 5 yil ishlaganman matbuot xizmatida. Futbol o'yini tugagandan keyin biz matbuot anjumani o'tkazardik. Matbuot anjumani o'tkazgandan keyin texnikalarimizni yig'ishtirib, futbol o'yini tugagandan keyin 2-3 soat stadionda qolib ketardim. Dadam 4 soat, 4,5 soat parkovkada meni kutib turardilar mashinada. Eng yomon tomoni, men dadam meni kutib turganlarini esimdan chiqib qolardi. Soat 2:30-3 bo'lib ketardi stadionda. Dadam kutib turuvdilar deb bitta telefon qilsam, "Yo'q, Hoji Akbar, ishlaysiz, bitirib olavering, tugatib olavering. Men kutib turibman" dedi. Bitta chiqsam dadam mashinada yotgan bo'ladi, uxlayotgan bo'ladilar. Ungacha biror marta telefon qilmasdilar-da. Nega ketmasdilar? Masalan, bitta taksi chaqirib ketsam, mendan xavotir olib, stadionda eshik tagida men chiqishimni kutib turardilar. Shunaqa demoqchiman. Demoqchi bo'lgani, har qanday holatda ham sizga o'zgarmaydigan insonlar faqat ota-ona. Qolgan hamma o'zgaradi. Sizni o'zgarishingizga qarab, sizni holatingizga qarab turib, bitta o'zgarmaydigan odam bu ota-ona. Baxtimizga sog' bo'lsin. O'sha paytda haligi, masalan, o'sha sizga boshqacha muomala qilib yoki sizni o'sha mensimagan odamlar sizga ishi tushib, yaxshi muomala qilayotgan paytingizda ichingizda bir boshqacha bir kelarkan sani oldimga deganaqa bir hali g'ururcha bo'lardi demoqchiman o'sha ma'noda. Allohda tosh tarozisidan adolatliroq tosh tarozi yo'q. Dunyodagi eng zo'r chevar bu Xudoyim. O'zi Xudo hamma joyda o'zi uchrashtirib qo'yadi, to'g'rilab qo'yadi. Biz uni tashkillashimiz ham shart emas. Odam nimani qadriga yetmasa, bir kun kelib o'sha narsa yo'qolishi mumkin. Men unaqa odamlarga men e'tibor ham bermayman, to'g'risi. Mana anu ilgari mensimu deya, ana hozir endi ish tushib keldi demayman. Ot kelsa, yaxshi gapirib, ishimni bitirib, pulini olaman. Ilgari meni xafa qiluvdi deb o'tirmayman. Masalan, ilgari menga g'irt yomonlik qilgan odamlar bir aylanib kelib qoladi ishi tushib. O'shanaqa paytda assalomu alaykum, xush kelibsiz deb oddiy muomala qilib turib, gina saqlamaysiz. Gina saqlamayman. Nima qilaman gina saqlab, to'g'risida? Gina saqlash bu orqangizga bitta qop solib, ichiga kartoshka solib, uni ko'tarib yurish bilan barobar. U ko'tarib yurganingiz sari kartoshka nima bo'ladi? Ayniydi. Yo'q, ayniydi. U kartoshka Farg'onacha chevada aytganda achiydi. Achigan narsadan nima hid chiqadi? Yoqimsiz hid chiqadi. Gina ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Orqangizga meva ortib yuravering, u hidi chiqaveradi-da. Shunga o'xshagan men gina saqlamaslikka harakat qilaman, unutib yuboraman. No, lekin Xudoim baribir bir joyda to'g'rilab qo'yadi. Eng yomon narsa gina saqlash. Hali oshqozon
oyoqlaringiz og'risa metimda tosh turibdi deysiz-ku, gina o'shanga o'xshagan narsa. U faqat sizga og'irlik bildiradi. Lekin siz gina saqlayotgan odamni esidan ham chiqib ketgan bo'lasiz. Aslida metingizni kerak narsalar bilan to'ldirgan hisoblanib qolasiz. Chunki siz ham gina saqlamang hech kimga. Albatta. Unutib yuboring hamma. Yo'q, bunaqa odat yo'q meni. Zo'r javoblar bo'ldi. Hoji Akbar aka, mana sayohatlarga chiqishni boshladingiz. Turli xil davlatlarga, adashmasam Dubay, Vyetnamga ham bordingiz, o'sha Vyetnam, Tailandda bo'ldim, Puketda bo'ldim. Tailand o'sha Vyetnam taraflar, o'sha Tailandlarda bo'ldingiz. Va o'sha sayohat sizga endi shablonli savol beraman, sal bir chalg'ilik. Oddiy shablonli savol. Sayohat sizga nimalar berdi? Qanaqa emotsiyalar oldingiz va sayohatni tavsiya qilasizmi? 2024-yil yakunlariga bag'ishlangan Instagramda bitta post qo'ydim. Har yili 31 dekabrda shunaqa post qo'yaman. Keyin yanvardan to dekabrgacha bo'lgan eng quvonchli voqealardan treyler qo'yaman har doim. Shu paytda postni tagiga nimadir yozgim keldi. Yil yaxshi bo'ldi, ko'p yutuqlarga erishdik. Onamni umraga yubordim deb eng esda qolarli daqiqalarni yozayotganimda e'tibor bersam, men yil davomida sayohatlarim haqida ko'proq yozibman. 2024-yil eng esda qolarli voqea Jamshid bu Karavan guruhidagi Doston Mirzaahmedov bilan Puketga borganimiz bo'libdi. Sayohat bu eng unutilmas emotsiyalarni beradi. Sayohat bu odamning ko'ziga quvonch beradi. Sayohat eng unutilmas adrenalin beradi. Va inson sayohat qilishga haqli. Orqaga qaraysiz, oxirida yashab bo'lganingizdan keyin nimalar bo'ldi deysiz, qaraysiz va umringizni eng yorqin voqealaridan biri bo'ladi bu sayohat. Chunki inson ko'rish kerak, atrofda dunyoqarashi o'sish kerak. Keyin odamda tafakkur paydo bo'ladi. Allohning mo'jizalarini ko'radi. Men Tailand Puketdagi eng go'zal orollarni ko'rdim. Hind okeanida cho'mildim. Okeanda tagiga diving qildik. Men birinchi marta umrimda dengiz toshbaqasini ko'rdim. Men birinchi marta orollarni ko'rdim. Birinchi marta osmonda uchdim. Xullas kalom, men agar qarib umrim eng shirin lahzalarni eslaydigan bo'lsam, bu sayohatlarni eslasam kerak deb o'ylayman. Hozir ham, masalan, 29 ga kirib umrimning eng shirin lahzalari deb hisoblab sanaydigan bo'lsam, ulardan biri sayohat deyman. Va sayohat uchun ko'p pul ham ketmaydi Jamshid. Qimmat narsa emas bu. Odamlar qimmat deb o'ylaydi, lekin qimmat narsa emas. Chunki hammaga sayohatga chiqing, zavqlaning, ko'ring. İngiliz tilini bilishingiz shart emas. Pulingiz bo'lsa bo'ldi, o'zi siz bilan o'zbek tilida til topisha olishadi. Men sayohat qilaman, ingliz tilini bilmayman, rus tilini bilmayman. Bitta odamlar даже til masalasida ham tortinadi. Shunga o'xshagan narsa. Sayohat, emotsiyalar, hayotning eng shirin daqiqalari chiqish kerak. Endi bala sayohatni tavsiya qildik. Endi hozir ancha imkoniyatlar ko'p. Sayohat qilish kerak, albatta qo'shilaman. Hoji Akbar aka, mana masalan o'zimdan misol qilaman sizga. Xalqaro yoki respublika darajasiga mana shu podkast yoki chiqarsam bo'lardi. Misol Toshkentda ko'tarilish osonroq, mehmonlar taniqliroq mehmonlar bilan bu loyiha ko'tarilishi va Toshkentdagi imkoniyat bilan osonroq. Nisbatan Farg'onaga qaraganda. Farg'ona bilasiz, odamlar uyalchayroq, qanaqadir gapirish yoki shunaqa narsaga tortinchoqroq va o'zimga savol berdim-da. Va maqsad shunaqa qo'ydim, o'zimga men Farg'onada nimaga aynan o'sha Toshkentda o'sha taniqli odamlar bilan shunaqa loyihalar bo'lishi kerak. Nimaga faqat taniqli odamlar gapini gapirish kerak mikrofonda? Aslida olganda mikrofon hamma uchun-da. Hamma o'zini fikrini, hamma o'zini misol uchun yutuqlarini, biznesini gapira oladi. Bu qatta turishida qat'iy nazar va qanaqa statusda bo'lishidan qat'iy nazar deb turib, hali o'zimga motivatsiya qilib, Farg'onaning o'zida ham shu yo'nalishda, shu podkast yo'nalishida shunaqa reja qildim. Endi o'zimning misolimdan kelib chiqib, men endi maqsadim aytdim sizga nimaga bu narsani Farg'onada qilganim. Endi sizda ham imkoniyat bor edi, o'sha Renessans kanalida ham kerak bo'lsa o'sha Toshkentdagi eng qimmat to'ylariga suxandon bo'lib, o'sha Toshkentdagi eng oldi suxandonlar bo'lib turib, o'shalar davrasiga qo'shilishga hozir ham imkoniyatingiz bor. Bu sir emas. Siz nimaga Farg'onada qoldingiz?
8 oy Toshkentda yashadim. Yoshligimdan Toshkentda ishlash niyatim bor edi. Allohga shukr, niyatim amalga oshdi. 2000 hozir to'g'risi eslolmayman, 22 yoki 23 qishda ketdim. 8 oy davomida ishladim. O'sha yangi tashkil topgan Renessans kanalida informatsion otdelda ishladim. Boshlovchilik qildim. Siz aytgan o'sha to'ylarga ham chiqdim. Asta sekinlik bilan Toshkent shunaqa joyki, sekin startap bosqichma-bosqich o'rningizni topasiz. 8 oy deganda ancha o'rnim topib, ancha rivojlanayotgan paytimda hayotimda bitta quvonchli voqea bo'ldi. Endi ota-onam oila qurishimni, uylanishimni aytib, Farg'onaga qaytib kelishimni chaqirishdi. Keyin uylandim. Uylanganimdan keyin men bitta o'g'ilman. Ota-onam aytdiki, o'g'lim, agar biz sizdan xursand bo'lishimizni, biz sizdan rozi bo'lishimizni xohlasangiz, musofirda yurmang. Biz oldimizda yuring, biz sizni duo qilaylik. O'sha Toshkentda beradigan obro' e'tiborni ham, Toshkentda beradigan boylik nima, yaxshiliklar nima, yaxshi voqealar nima xohlab agar atga borayotgan bo'lsangiz, poytaxtga nima xohlab borayotgan bo'lsangiz, Allohim sizga shu yerda bersin, biz sizni duo qilaylik. Siz yonimizda yuring deb ota-onam iltimos qildi. Ota-onam xohishiga kirdim va Jamshid, to'g'risini aytaman, boshimda ota-onam bor, duogo'yim bor, duo qilib turishadi, qo'llab-quvvatlab turishadi. Nima yaxshi voqea bo'lsa, shu yerda Farg'onada bo'lyapti. To'g'risi, Tokioga borish shart emas, Moskvaga borish shart emas. O'zingizni joyingizda ham, tug'ilgan joyingizda ham. Men Elmurod akam ko'p misol keltiraman. Men Elmurod Haqnazarov Toshkentda yashamaydi, Farg'onada yashaydi shu bola. Har kuni shu yerdalar. Lekin men Toshkentdagi ancha-muncha ijodkordan taniqli, ancha-muncha ijodkordan auditoriyasi katta va katta ishladi, Farg'onada qilyapti. Otabek aka Muhammad Zohid. Men hech qachon Toshkentga ketmaganlar. Mana demoqchi bo'lganim, Alloh beraman desa, har qana joyda bo'lsa ham beradi. To'g'ri, Toshkent katta imkoniyatlar joyi, juda katta lokatsiya, juda katta potensial. Men har qanday ijodkorga tavsiya qilaman. Lekin kimdadir oilaviy sharoit, kimdadir xohish, agar 2-3 ta o'g'illi bo'lsa jo'natishga. Men bitta o'g'il bo'lganim uchun Farg'onada qoldim, lekin afsus qilmayman. Faqatgina yaxshiliklar hozir atrofimda va bundan keyin ham afsus qilmagan bo'lardim. Agar bir nechta farzand bo'lsangiz, baribir Toshkentda bo'lardingiz. Ketgan bo'lardim. Agar hozir qo'yib bersangiz, hozir ham ketishim mumkin. Lekin men ko'proq hozir ota-onam oldida bo'lishim kerak. Mayli shular duo qilsin, ularning oldida bo'lik. Ko'proq bularning oldida bo'lganim menga hayotimga yaxshiliklar. Obki aytdim-ku sizga, Moskvaga borish shart emas. Xudo beraman desa, qishloqda yashasangiz ham beraveradi, gapni ochig'i. Shunaqa. Hozir boshqa karantin davrini hammamiz ko'rdik. Karantindan keyin mashhur karantin. Odamlar ancha misol bo'lar ekan, shunaqa kamroq rasxod qilib to'y qilsa ham bo'lar ekan, odamlar gapirmas ekan. Qaytib oldik yana boshqatdan o'sha to'ylarga qaytib oldik. O'sha paytda shunaqa bo'lib qoldi, yana bu tarafga qaytib oldik. Lekin karantin zo'r tarbiyalab berdi. Misol o'zbek xalqini ancha-munchaga tarbiyalab berdi demoqchiman. Endi ba'zi to'g'risi men anchadan beri Farg'ona to'ylarini ko'rganim yo'q. Bir boring. Hozir Farg'onada qanaqa to'ylar bo'lyapti, qanaqa urf-odat deydimi, qanaqa yo'nalishda bo'lyapti? Oddiy Farg'ona to'yi haqida gapirib bersangiz. Xo'p, qarang. Pandemiyadan keyin rosa pandemiya qo'shib to'g'ri qildingiz. Pandemiyadan keyin rosa ham o'zi Farg'ona shahrida, Farg'ona viloyatida to'ylar ancha o'zgargan. Meni xursand qilgan tarafim, bunaqa pasatkali to'ylar kamaygan. Nahor ber, soat 10 da kollektivga to'y ber, soat 1 da ayollarga to'y qil, soat 3 da qiz bazmi qilgan, keyin 6 da kelin-kuyov solga chiqsin. Voy, to'y qilayotgan odamga uvol bo'lib ketadi, Jamshid. Bechora to'ydan keyin ham yashashi bor. Eng zo'ri hozir menga yoqayotgani, shu eng yaqin bir 250 ta odamni bitta mahalga taklif qilib, chiroyli qilib taklif qilib, 2-3 ta odam chiroyli so'zga chiqyapti-da, ovqatlanib, odamlar maza qilib o'yinga tushib, 2-2,5 soatda bir pasatkada to'yni o'tkazib yuboryapti. O'sha hozir ham ekonomik bo'lyapti, ham chiroyli bo'lyapti. Men qarshiman u narsaga, to'g'risi. Nahorda ham o'rni bor, haligi ayollar bazmini ham hammasi o'rni bor, lekin unaqa 3 mahal 4 mahal qayta dasturxon yoz, qayta olib kelgan. Endi uzru bitta narsada
odamlarni minnatdor qilib bo'lmaydi baribir. To'ppa-to'g'ri. Ha, u odamlar minnatdor qilib bo'lmaydi baribir. Alloh qodir qilgancha, qo'lingizdan kelgancha to'y qiling, chiroyli qiling. Men o'zimni to'yim bir mahal bo'lgan, kechqurun hammani yig'ib bitta chiroyli bazm qilib berganman, lekin dadamni xohishi bilan baribir biz nahor berganmiz. Bizda nahor bermasa bo'lmaydi. Lekin hozir ham nahorlar yo'qolib ketyapti. Shunga ortiqcha sarf, shunga bir mahal bir pasatga bitta to'y qilgan, hammani chaqirgan, zo'r dasturxonni solgan, bo'lib bermagan. Kollektiv 11:30 da ishdan chiqarkan, 1:30 da kelinda o'rtoqlari o'qishdan chiqarkan, kuyovda o'rtoqlari 3:30 ga Toshkentdan yetib kelar ekan, ona mehmonlar vaqtiga unaqa qilmagan. Hammani bitta vaqtga ayt, kelsin, hammani chiroyli qilib mehmon qilgan o'tib ketsin. Kam xarajatlikka odamlar o'tyapti hozir Farg'ona shahrida va men bundan xursandman. Pasatka to'y qilmagan, chiroyli dasturxon yozgan, yaxshi artistlarni aytgan, o'zing yaxshi kiyingin, to'ydan lejba qarz bilan chiqma. To'ydan keyin qarz uzma. To'ydan keyin mazza qilib yashagin o'zing. Jicha ortib qolsa, kelin kuyovni Maldivga jo'natib yubor. To'g'ri. Xo'ja Akbar aka, endi bu biznes yo'nalishida bo'lganligi uchun sizga bunga qaytyapmiz. Masalan, suxandon sifatida, shu professional ijodkor sifatida tavsiya bering. Xo'p, ikkita yosh oila qurmoqchi, mana Farg'onalik deylik. To'y qilyapti. To'y qilmoqchi. O'sha to'y qilayotgan paytda birinchi o'rinda nimaga e'tibor berish kerak? To'yxonaga e'tibor berish kerakmi? Budjetiga e'tibor berish kerakmi? Yoki hozir organizatorlarimiz bor. Organizatorlar bilan ishlash qulayroqmi yoki o'zlari organizatsiya qilish kerakmi? Keling shuni etapga bo'laylik. Agar puli o'ta darajada ko'p bo'lmasa, qanaqa yo'ldan yurish kerak? Puli yig'ib qo'ygan yetarli, o'rta darajada bo'lsa, kimlar bilan ishlash kerak? Puli o'ta darajada ko'p bo'lib, haligi qilaman deydigan odamlar nima qilish kerak? 3 ga bo'ldim, mana bir boshdan ketdik. Xo'p, birinchi o'rinda to'y qilayotgan odam, endi hozir kelin-kuyov dedingiz, hozir to'yda boshida kelin-kuyov emas, ko'proq ota-onalar turadi. Ularda yoshi katta, ular ko'p to'y qilishgan tajribasi bor, lekin baribir mana shu 10 yildan beri shu to'y marosimlarining ichida yurgan odam sifatida tavsiya takliflarimiz beramiz. Xo'p. Birinchi o'rinda to'ydagi mehmonlarni shtukini chiqarib olish kerak. Ya'ni to'yga men qancha mehmon aytaman degan savolga avvaliga javob topish kerak. Bitta to'yga 250 ta odam aytaman, 200 ta odam aytaman, xullas sonda chiqarib olish kerak. Keyin hozir Jamshid to'ylarimizda shunaqa zo'r xizmat turlari chiqqanki, siz to'y qilyapsiz, restoranni bog'ladingiz, 27-mart kuni to'y qilyapmiz, 6 da to'y, mehmon 250 ta. Borganingizdan keyin menyuli to'ylar chiqib ketgan. Ya'ni endi siz bozorga pista olgani, por gaplashgani yoki bo'lmasa choyxonasi gaplashgani yoki bo'lmasa go'sht olgani, dasturxonchi gaplashib, unaqa narsalarga bormay qo'ygansiz. To'yxonalarga borsangiz, shunaqa servislar bor. Endi bu Toshkentda ancha bo'lgan bunaqa narsa chiqqan. Farg'onamizga endi kirib kelyapti. Menyuli to'y deyishyapti bizning tilimizda. 250 kishilik to'y qilmoqchiman. Kishi boshiga 150 mingdan tushadi. 250 ta odamni 150 ming so'mdan ko'paytirsak qanchadir summa bo'ladi. Masalan, misol uchun shuncha odamingizga 80 million ketar ekan deydi. Keyin aytasizki, "Yo'q, bu ish qilyapti" deysiz. Bu ko'p o'rtada pul yeyapti, hozir bu arzonroq olib keladi-da, menga qimmatroq o'tkazadi deydi-da. Biz baribir o'zimizni bilganimizni bilib bozorga boramiz. O'zimiz xarajat qilamizda, haligi taklif qilgan 80 millionlik taklifiga biz 77 millionga ishimizni bitirib kelamiz baribir. Razisa qilsa 3 million razisa qilishi mumkin. Lekin haligi harakatga 1 oy yugurasiz. 1 oy yugurasiz. Shu vaqtingizni tejing, shu odamlarni sohani professionallariga topshiring. Men ular tomon bo'lib hozir gapirmayapman. Faqat shu qulayliklardan odamlar foydalanish kerak. Menyuli to'ylar deydi. Shuni pulini bering, to'y kuni ketdi bugun Jamshid to'y deb turib kostyum-shimni kiyib turib, shu to'yga mehmonlar keladi-yu. Xuddi shunga o'xshagan, siz ham bugun o'g'limni uylayapmiz deb turib bitta kostyum-shimni kiyingda to'yxonaga keling. To'yxonaga kelsangiz dasturxon, pasturxon, artist, hamma yo'q tayyor. Oxirida nech pul bo'ldi deysiz? Pulini to'laysiz.
bo'ldi, shu bilan chiqadi. Shunaqa servislardan foydalanish kerak. To'y tashkilotchilaridan foydalanish kerak. To'y tashkilotchilari ham hamma narsani tashkillab beradi. Organizatorlar, mana to'yda organizatorlar. O'sha salab o'ting, mayli, manfaatli bo'lsa odamlarga. Hozir Farg'ona shahrida kimlar tavsiya qilasiz? O'shalarni salab o'tsangiz. Mana dasturxon temasida gapirdim. Chunki to'yda eng katta narsa bu dasturxon, ovqat temasi. Shunaqa ovqat bo'yicha organizatorga murojaat qilish kerak. Bizda olgani dehqon bozoriga boradigan paytlar tugadi. O'zini sohasini ustalariga bering. Organizatorlarga ham ishonib topshirgan yaxshi, lekin shunaqa tushuncha borki, odamlarda organizatorga aytsam, organizator menga olib keladigan artistlarning ustidan katta pul yeydi degan tushuncha bor Jamshid. Misol boshlovchi olib keladigan bo'lsa, boshlovchini masalan $100 ga gaplashadi deydi, menga $200 ga o'tkazadi deydi. San'atkorda ham misol $500 gaplashadi-da deydi, menga $800 ga gap olib keladi. Xuddi shunaqa tushuncha bor. Lekin aslida vaziyat boshqacha Jamshid. Men shu mavzuni ochiq gapiraveraman. Mijozning o'zi san'atkorga aloqaga chiqadigan bo'lsa Jamshid, xizmat turi $500 mi? $500 deydi san'atkor. Mijoz o'zi. Organizator orqali chiqsa ham $500 deydi. Lekin bir xil ikkalasining narxi, lekin tashkilotchi organizator bilan san'atkorning o'zini shartnomasi borki, u organizatorga birozgina arzonroq narx aytadi. San'at organizator bo'lsa mijozga haqiqiy narxni aytadi. Tushundingizmi? Shuning uchun bugun organizatorlarga, endi organizator ko'pda Jamshid, kimdir ismini qoldirib ketishi mumkin. Xafa bo'lib qolishi mumkin. Kimdir xafa bo'lib qolishi mumkin. Organizatorlarga topshirish kerak bu narsani. Masalan, o'zim ham organizator qila olaman, boshqasi ham organizator qila oladi. Xizmat bor. Ha, menda yo'q, lekin men iltimos qilishsa tashkillab beraman. Chunki hamma narsani o'zim taniyman bilan, lekin qo'shilmayman ko'proq bu sohaga. Demak do'stlar, to'y organizatsiya qilish bo'yicha Hojiakbar aka o'zimga chiqsangiz, murojaat yo'l yo'riq ko'rsatib berib, ko'rsatadi. Telefon orqali ismlarini aytib beraverasiz. Bepul maslahat beraveradi. Xullas, to'y qilayotganda organizatorlarga murojaat qilish kerak. Dasturxonda ham organizatorga murojaat qilish kerak. Media masalasida ham tashkilotchiga murojaat qilish kerak. Ali Xo'ja Ali. O'sha pul ketadi. Ovoragarchilik bo'lmaydi. To'y arafa odamning eng ko'p qo'lini baylaydigan narsa bu mehmonlarni aytish. Undan boshqa ish ko'p bo'ladi. Chunki hozir ozgina odamlar vaqtini tejash uchun har bitta sohani tashkilotchisi chiqib ketgan. Ovqatingiz ham tashkilotchisi bor, videoingiz ham tashkilotchisi bor, artistlarni ham tashkilotchisi bor. Shularni o'ziga bering, pulini bering, bo'ldi, tashkilab bersin. Chiroyli kiyinib to'yga boring. Shu maslahat. Vaqtingizni tejang. Vaqtingizni tejang. Bir bitta joyga kirib o'tib ketamiz. Qarang, Hojiakbar aka, men o'sha ish bo'yicha xususiy maktablar, Farg'onadagi o'sha eng qimmat xususiy maktab bilan kontrakt qilib ishlagan paytimda joyiga bordim va bitta o'quvchisi 4 million atrofida, 3 million, 4 million atrofida oylik to'lov ekan. Va bu Farg'ona sharoiti uchun qimmat narx, baribir. 4 million deysizmi? Ha, 4 million so'm ekan. Va qarasam 200 tadan ko'proq o'quvchilar yuribdi o'sha maktabda. Va o'sha o'quvchilar ko'pligini ko'rib men xursand bo'ldim. Qaysi ma'nodaki Farg'onada ham shunaqa qimmat maktabga beradigan bor. Kontingent ko'payganida men boshqacha Farg'onaga bo'lgan muhabbat, bir mehr boshqacha oshib ketdi haligi. Xususiy maktablar bor. Endi odamlarda pul qanaqa hozir Farg'onada? Shu haqida gapiring. Odamlarda qanaqa, misol uchun yaxshi yashashyaptimi? Endi siz xalq bilan yurasiz. Hali ko'pchilik misol uchun oyliklar kam deb olishadi yoki boshqa narsalar. Endi siz borini ayting. Odamlar qanaqa hozir? Yaxshi yashashyaptimi? Yetarlimi yoki og'ir savol. Endi o'zingiz subyektiv мнениеңizni ayting. Xo'p, aytaman. Yaxshi yashayapti. Qiynalgan ham qiynalyapti. O'rtamiyona yashayotgan ham o'rtamiyona yashayapti. Lekin Jamshid, bugun biz shunaqa davrda yashayapmizki, bugun O'zbekistonda shunaqa davrda yashayapmizki, harakat qilgan odam yaxshi yashayapti. Mehnat qilgan odam yaxshi yashayapti. Aqlini ishlatgan odam yaxshi yashayapti, zo'r yashayapti. Bilasizmi? Yaqinda turizmda ishlaydigan bitta tanishim bilan gaplashdim. 1 yilda O'zbekistondan necha million ham odam sayohatga chiqar ekanda. Eshitganman buni. Qanchadir ham odam sayohatga chiqar ekan.
qanchadir ham odamda qanchadir pul aylanadi dedi. Aytdimki, "Voy, biz shuncha boymizmi?" dedim. Bizda shuncha pul bormi? Demoqchi bo'lganim, boy odam ham ko'p, boy bo'lib turib o'rtacha yashayotgan, ya'ni o'rtacha uyda, o'rtacha mashina minib, o'rtacha kiyim, lekin puli ko'p odamlar ham ko'p, qiynalgan odamlar ham ko'p, kam ta'minlangan odamlar ham ko'p. Endi bunaqa holat hamma joyda bor. Va bizni hozir O'zbekiston sharoitida, bizni davlatimizda shu gapni ayta olamanki, harakat qilgan odam zo'r yashayapti Jamshid. U qaysidir sohada katta oylik olish shart emas. Ishdan tashqari ham qanaqadir biznes qilib, bir narsa olib kelib, bir narsani sotib, rus tilida aytganda shustri odam bugun, shustri odam yaxshi harakat qilyapti. Mana bugun pul topishni yo'llari ko'payib ketganda, mana ijtimoiy tarmoqda o'zida ham to'g'risida qancha odam tirikchilik qilyapti. Uyda o'tirib olib, ana Xitoydan narsa zakaz qilib, gruppa ochib olib, opalar shunaqa pullarni qilishyapti yoki bo'lmasa blogerlik qilib kimdir mashina sotyapti, kimdir uy sotyapti. Misol uchun-da, tirikchilikda nimalari ko'payib ketgan yoki bo'lmasa ana Toshkentdan narsa olib kelib turib, больницаlarga borib tarqatishyapti. Demoqchi bo'lganim, tirikchilikda turi ko'payib ketgan, pul topish turi ko'payib ketgan, faqatgina mehnat qilish kerak, harakat qilish kerak va yaxshilab o'ylash kerak. Demoqchi bo'lganim, bizda odamlarda pul bor, faqat mehnat qilayotgan odam yaxshi yashayapti. Shu, faqatgina harakat qilish kerak. Rizqni egasi og'zingga tushganlar qolib ketyapti. Rizqni egasi Alloh, sababini qilamiz, duo qilamiz, natijasi yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. Shu. Chiroyli tushuntirdingiz. Mayli. Rahmat. Shu savol uchun rahmat. Xo'p, endi sekin nimaga qaytadigan bo'lsak, o'zimizni mavzuga qaytadigan bo'lsak, top 3 ta anaqa sizga yoqqan xonandalar sanab bering. Mana masalan siz Toshkentdan keladi, haligi qaysi xonandani misol uchun o'zini kamtarligiga qoyil qolgansiz? Poytaxtli bo'ladi yoki farg'onalik bo'ladi. Unaqa deylik, ijodini yaxshi ko'rasizmi deysizmi, yo o'zini inson sifatida? Inson sifatida. Ikkalasini ham sanab o'tay. Men ham ijodini ham yaxshi ko'raman. To'xtay mana. Va to'ldirib o'tay. Hojiakbar aka, masalan siz to'yda o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rgansiz, odamgarchiligini ko'rib turib, siz boshqacha mehringiz tushib qolgan. Eng samimiylik nuqtai nazaridan. Va o'sha qisqacha o'sha voqeani ham bir rivoj aytib bersangiz bo'ladi. Alisher Fayz. Birinchi o'rinda. Men hozir ismlarni sanab o'tay. Men bunaqa samimiy odamlarni kam ko'rganman. Alisher Fayz. Samimiylik bo'yicha birinchi o'rinda turadi men uchun, chunki o'zini yaqindan ko'rganman. Lekin endi odamlar ishonadimi yo'q bilmayman. Botir Qodirov. Juda ham samimiy inson hisoblanadi hayotda. Endi bitta ayollardan qo'shadigan bo'lsak, o'zimizdan mana Shahlo Rustamova. Sana sohasida o'ta samimiy deb bilgan odamlar ham shulardan iborat. Endi ular bilan bog'liq gaplashgansiz. ular bilan bog'liq qandaydir yaqin voqealar yo'qki, lekin Alisher Fayz bilan ko'rishganimizda tezda gaplashib turamiz. O'ta samimiy odamlar. Masalan, Botir Qodirov bilan ham ko'p gaplashib o'tirganmiz. Ular atrofida ham har xil mana shov-shuvli voqealar bo'ladi. Yaqindan gaplashganman. Yaqindan gaplashsiz bilasiz-da, Jamshid, yaqindan gaplashsiz bilasiz. Agar siz u odamlar bilan Toshkentda taniqliroq odamlar bilan Toshkent shahrida ko'rishib qolsangiz, hatto yulduzlar ko'pligi nuqtai nazardan ular o'zini hatto oddiy tutadi. Lekin taniqli odamlar viloyatga kelganda ozgina o'zini boshqacharoq tutadi. O'shanda haqiqiy bir nimalar ko'rinadi. Yuzi ko'rinadi. Qiralar ko'rinadi. Yuzi demaylik, qiralar ko'rinadi. Shu insonlar bilan men yaqindan suhbatda bo'lgandim. Endi chista o'zini ijodini yaxshi ko'radigan xonandalarimni ham to'pligini aytib qo'yaman, lekin men ularni inson sifatida to'g'risi tanimayman, yaqindan muloqotda ham bo'lmaganman. Men o'z yoshligimdan ham hozir ham mazza qilib eshitadigan xonanda bu Ozodbek Nazarbekov. Men vobshe yaxshi ko'raman, juda yaxshi ko'raman. Benom guruhi, ularda ham rosa qo'shiqlar yaxshi ko'raman, lekin hayotda rosa qanaqa insonligini men aniq bilmayman to'g'risi. Benom guruhi va 3-o'rinda bu Jahongir Otajonov. Endi bu shaxsga chuqurlashmaymiz. Ular bu insonlarni men ijodini, san'atini juda yaxshi ko'raman. Shu. Zo'r. Albatta endi sekin mana shu ijtimoiy tarmoq mavzusiga birov kirib chiqib, keyin finalga o'tamiz. Xo'p, mana Instagramda 40 mingtaga yetib qoldi. 40 mingtaga qarab ketyapmiz, xudo xolasa. Qarab yetib qolyapti. Kichkina natija, chunki men yaqinda boshladim. Yo'q, Farg'ona sharoitida katta natija aslida. Xudo xohlasa. Xo'p.
bir maslahat bering endi o'sha Instagram orqali qanaqa yo'nalishdagi kontentlar qilib turib bunaqa auditoriya yig'dingiz va qanday sirini bilib qoldingiz? Prosmotrlarni uzoq Hozir ham hali men to'liq sirini tagiga yetolganim yo'q. Bu chunki katta bilim hisoblanadi. siz atrofingizda o'sha Elmurod akalar bilan gaplashib turaman deb aytdingiz. Ular endi sirini bilishadi. Demak siz sirri haqida o'sha so'ragingiz kelmaydi, o'zingiz qilgingiz keladi. Yo'q, sirini so'raganman, aytishgan ham. Men sirini sizga ham hozir aytaveraman bu sirini. Instagramda, YouTube'da, umuman ijtimoiy tarmoqlarda obunachi yig'ishni eng samarali oddiy yo'li va bu Instagram algoritmlari taraflama ham tasdiqdan o'tgan narsa va bu 110% natija beradi. Ijtimoiy tarmoqlarda obunachi yig'moqchi bo'lgan, jonli obunachi yig'moqchi bo'lganlarga niyat qilayotganlarga endi aytaman. Birinchisi siz ijtimoiy tarmoqlarda qo'lingizdan nima keladi? Ijtimoiy tarmoqqa siz nima bera olasiz? Birinchi siz oldin mavzungizni tanlab olishingiz kerak. Masalan, men zo'r gapirib mashinani obzor qilishim mumkin. Qaranglar do'stlar, Nexia bunaqa mashina sotishim mumkin. Yoki men zo'r gapirib uy sotishim mumkin. Yoki men Yevropa kinolarini, tarjima qilingan kinolarini tarjima qilib turib Instagramga qo'yishim mumkin. Yoki zo'r ovqat tayyorlab videosini qo'yishim mumkin. Siz nimalar qilishingiz mumkin, suhbatlar qilishingiz mumkin. Men borgan konsertlarimni obzor qilishim mumkin. Ya'ni siz auditoriyaga nimadir har kuni berib borishingiz kerak. Oshxona bu Instagram, ovqatlanadigan xo'randalar bu odamlar, sizga obuna bo'lmagan odamlar, siz chef powersiz. Siz har kuni ularga ovqat qilib berishingiz kerak, har kuni ular siz ovqatingizni yegan kelish kerak. Qorni to'ygan sari sizni mijozdagi son oshib boradi. Va endi sirini aytaman. Davomiylik. Jamshid, siz bir oyda 10 ta zo'r video qiling. Eng zo'r odamlar bilan video qiling. Keyingi oy qilmay qo'ying-da. Shuncha qilganingizni bir tiyin. Tugatasiz. Shuning uchun Instagramda davomiy har kuni odamlarga yoqadigan foydali ma'lumotlar berib borishingiz kerak. Orqasidan bu davomiylik. Qadrdon do'stimiz, bugun mana Farg'onada eng yaxshi Instagram natija qilayotgan do'stimiz Mardonbek, Farg'ona tezkor. Shu bolani ham bitta misol keltiraman. Kunda video qo'yadi shu bola. Iloji motivatsiyasi o'nib qolmasin. Kunda video qo'yadi shu bola. Iloji bo'lsa shunda ko'rsatib o'tib keting montajda shu bolani ham. Kunda video qiladi, oldida bitta qiz bilan chiqadi, Dilafruz degan degan qiz bilan chiqadi. Farg'onada zo'r lokatsiyalar haqida videolar qo'yadi. Keyin tagida bittasi kommentariy yozyapti. Bu bolaga men a'zo bo'lganmanki, Farg'onamizda nima yangi ochilsa shu obzor qiladi deydi. Demoqchi bo'lganim, u qandaydir Instagramda ozuqa beradi. Shuning uchun bugun hozir Mardonbekning podpiskasi 500 mingga qarab ketyapti. Demoqchi bo'lganim, shaxsiy vlog yuritmoqchi bo'lganlar bitta mavzu tanlasin, har kuni kontent qo'ysin va buni davomiy qilsin. Endi pul kerakmi? Masalan, qanaqadir sarmoya qilish kerakmi baribir boshlanishiga, o'sha Instagram rivojlantirishga yoki hech qanaqa noldan pulsiz ham qilsa bo'ladimi? Endi savol tug'ilishi mumkin-da. Endi qisqacha shuni ham. Sizga yaxshi mobilograf kerak. Mobilografga gonorarni to'laysiz, montaj uchun to'laysiz va katta xarajat kelmaydi boshlanishiga, lekin ozgina siz auditoriya yig'ib, ozgina dohodga kirganingizdan keyin iPhone'da emas, kamerada olishni boshlaysiz. Montajni CapCut'da emas, kompyuterda qilishni boshlaysiz. Keyin siz bunaqa chiroqlar ishlatishni boshlaysiz. Keyin siz pulli yutuqlar qo'yishni boshlaysiz. O'zi sekin dohodga kirganingiz sari pul tikishni ham boshlaysiz. Hozir Instagram sizga daromad manbai olib kelgani yo'q hozircha. Olib keladi. Olib keladi. Masalan, men reklama o'sha tarafda. Men hozir Qo'qonni lyuks gilamlar brendi bilan ishlayman. Men ularning ambassadori bo'lib ishga kirganman. Go'zallik qilamiz. Biz ularga media materiallar tayyorlab beramiz. O'zimizga ham qo'yib beramiz, ularga ham media material tayyorlab beramiz. Lekin Instagramga hozir katta daromad keltirgani yo'q paka, lekin asosiy ishingizdan. Lekin hozir meni boshlovchilik kasbimni juda zo'r reklama qilib beryapti. 40 mingga yaqin obunachim bo'lsa, menga tadbir, to'y, konsert, o'zimning xizmat turimni o'zimda reklama qilishim uchun zo'r maydon hisoblanadi. Lekin xudo xolisa yaqin kelajakda ham yaxshi katta daromadga kirishni niyat qilganmiz. Hoji Akbar aka, va endi xulosani aytib o'tay, yakuniy. Bilasiz, ijodkorlar ko'p, hamma qanaqadir haligi
nimadir gapirgisi keladi, nimadir bergisi keladi jamiyatga, nimadir ko'rsatgisi keladi. Va savol shunaqa. Baribir ham bizni o'zbeklar pulga qiziqadi. Qancha daromad ko'rishiga endi bilasiz. Instagram shu narsani yaxshi ko'radi. Siz boy bo'lishingizni yaxshi ko'radi-da baribir. Siz boy bo'lsangiz Instagramga yoqasiz-da endi ochiqroq aytganda. Aniqroq aytganda Instagram auditoriyasiga yoqasiz. Sizga like bosishadi, qimmat mashinani ko'rsatsangiz, qimmat uyni ko'rsatsangiz, qimmat joylarni, qimmat odamlarni ko'rsatsangiz, qaysi ma'noda qimmat, ma'naviy qimmat odamlarni demoqchiman. O'shalarni ko'rsatadigan bo'lsangiz, Instagram sizni prosmotrlaringizni urib beradi demoqchiman. Endi shuning uchun, endi bu an'anaga aylangan bu podkastimizni, shuning uchun Hoji Akbar Jabborovni Farg'onadagi eng taniqli va top 5 ta eng qimmat suxandonlar qatoriga kiradigan Hoji Akbar Jabborovni bir oylik daromadi shu 1000 dan 10 minggacha bormi? Shu atrofdan. Bir kun rosa hisobladim-da, Jamshid shu narsani bir kuni yozdim. O'rtacha. Avgust oyida yozdim-da. Shu 15-avgustga borib to'xtadim-da. Men ochiq oyni aytay Jamshid, men aldamayman. O'sha aytaveraman. Bir kun rosa harakat qildim-da. Men bir oylik daromadimni rosa harakat qildim. Jamshid to'g'risi men hisoblanmadim-da. Men unaqa boyman, sishkin pulim ko'p demayapman. Balki bir oyda 5 million toparman, bir oyda 40 million toparman, men bilmayman. Avgustda rosa harakat qilib ko'rdim shu narsaga. Bir oylik dahotim qancha ekan hisoblashga harakat qilib ko'rdim va o'sha 15-avgustga borib turib, ozgina hisob kitobdan chiqib ketdim chunki vaqtim bo'lmay qoldi. Lekin sizga xudo xolasa va'da beraman. Mana shu narsani balki keyingi suhbatdan yo hisoblashga intilaman. Xo'p, taxminan deylik, taxminan endi bar ovoryapsiz. Qarang. 1000 dan 10 mingda o'rtasi desak bo'ladimi? Taxminan bir o'rtasi desak bo'ladimi? 1000 dan 10 ming dollarda o'rtasi desak. Taxminan. 1000 dan baland albatta. 1000 dan balandligi aniq. 1000 dan baland. Tamamiz. Yo, juda 5000 dan tepa ya, Xo'p, qarang, bunday qilaylik. Shu hozirgi daromadingiz bilan 1 yilda deylik, bemalol 3-4 ta tropik, xo'p, Maldivga deylik. Maldivga chiqib ketish sharoitingiz bormi? Ya, 3-4 chiqa olaman. Mashina oldim yaqinda. 3-4 chiqarsa bo'ldi, o'sha hisoblab bo'ldik. Xo'p, endi Hoji Akbar aka, siz keyingi kelayotgan mehmonimizga savol yozib berasiz. Menga mehmon nima yozdi? Oldingi mehmon yozdi. Yo'q, buni endi boshlayapmiz. Endi boshlaysiz. Bu yangilik kiritdim, shuning uchun. Oldingilar tilak yozdi xolos. Va pastiga shu ism, familiya va tilaklaringizni ham yozib qoldirasiz. Xo'p, birinchi o'rinda tilaklarimni yozib qoldiray. Tilak va savol oxiriga. Tilak kimga bo'lsin? Sizgami yo ko'rsatuvga? Ko'rsatuvda o'ziga deylik. Savolni o'qimayman. Aha, yo'q. Lekin mehmon o'zi o'qiydi. Tilagimni o'qib beraman, chunki o'qishni xohladim. Xo'p, ismimni yozib qoldiraman. Albatta. Masalan, xatim juda chiroyli emas, Jamshid, xafa bo'lmaysiz. Men tushunib olishadi. Shu ona tili o'qituvchimiz chiroyli yozishni o'rgan, bir kun kerak bo'ladi deganda. Lekin savodim yaxshi, Xudoga shukr. Xo'p, ko'rsatuvga omad. Obunachilaringiz 1 million bo'lgan kuni yana meni suhbatga taklif qiling. Meni obunachilarim 1 million bo'lgan kuni sizga iPhone sovg'a qilaman. Rahmat. Buni hech qachon esdan chiqarmang va agar mabodo men esdan chiqarib qo'ysam, menga eslating. Agar obunachilarim 1 million bo'lgan kuni men sizga iPhone sovg'a qilaman. O'sha paytda bilmayman iPhone necha 18 bo'ladimi, 20 bo'ladimi bilmadim. iPhone sovg'a qilaman sizga eng oxirgi rusumida. Rahmat. Va sizni ham obunachilaringiz 1 million bo'lgan kuni men taklif qiling. Faqat bu yaxshi niyat. Faqat yaxshi niyat, chunki yaxshi niyat qilgan odam niyatiga erishadi. iPhone olish kerak. Do'stlar, bugungi mehmonimiz Hoji Akbar aka Jabborov, Farg'onadagi eng premium darajadagi suxandon bo'ldilar. Buni qanaqadir haligi kamtarona qabul qilasiz. Rahmat. Bu borini aytaman. Biz keyingi dasturlarimizni ko'rishguncha xayr deymiz. Hammaga rahmat.